Bugun sotuvimizda 2 kampirlik stol stulimiz kelgan, holatlari ideal holatda Xitoyda ishlab chiqarilgan original fabrichni. Birinchi kampirlik stol stulimiz ko'rsanglar bo'ladi. Bosh tarafidagi va oyoq tarafidagi kresloli qilib ishlab chiqarilgan, o'zini 10 ta stulchasi mavjud. Holatlari ideal holatda, materialli, moviy materialdan juda ham sifatli, chiroyli materialdan ishlab chiqarilgan. Stolimizda razmeri 1.20 ga 3 metr. Oyoqlari tumbali qilib ishlab chiqarilgan, sassenasiga prosta bomba. Ikkinchi komplekt stol stulimizni akam obzor qilib ko'rsatadi. Hurmatli obunachilar, siz uchun ajoyib bo'lgan Xitoyda ishlab chiqarilgan uniktali stol topib qo'yganmiz. Razmeri 3.5 ga 1.20 qilib ishlab chiqarilgan. Buni o'rtasini olib kichkina stol ishlatsa ham bo'ladi. Buni narxini atiga siz uchun 8.5 million qilib beraveramiz. Ushbu ko'rib turgan stol stulimizning narxi 10.5 million so'm. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qilinglar. Ushbu videoga bitta like bosinglar. Ikkita stol stulimizdan qaysi biri sizga yoqqanini kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketsanglar juda ham xursand bo'lamiz.